Topdan ayrılgan şir namlıq məsəl. Ormanlıqda bir top şir yaşaydı ekan. Şirlarning arasida nahayat cho'ng bir şir bar ekan. U o'zini to'liq cho'ng tutadi ekan. Şoň uni ko'pchilik yoqtirmaydi ekan va şir podshohi qilib saylamabdi ekan. Ko'pchilik ovga chiqqanda u hamisha yiroqqa berib oladi ekan. O'zi ov qilib o'ldisidan o'zi bahramon bo'ladi ekan. Ormanlıqning yenidagi yaylaqda yana bir top sirtlanlar yaşaydı ekan. Ular nahayat aciz bolsunmu, ammo şir ularni tutishni yaratmag'achqa nahayat bexatardek ko'rindi ekan. Şoğunisi ular hamisha şirning oldidan oshqan-tashqan yemeklar bilan turmushini qamdag'achqa buningdan toza rozi emas ekan. Bir qitim şirlarning orasidagi oshu cho'ng shir yana o'zi yolg'iz ovga chiqibdi. Acaba atrofda hech nima ko'rinmaydi-ku deb taajjublanib turganda, uningga diqqat qilayotganiga xeyli uzoq bo'lgan sirtlanlar uning keynidan jimmiril qasab kelib uni yeb etibdi. Jahondarchilik kinoyasi. Hikoyadagi bu shir mundaq bir hayotlik qonuniy xazinasi. Bir odamning kuchi har qancha zo'r bo'lsa-mu, har holda ko'zga chiliqmaydi. Kollektivga singib ketgandala ondan o'zining eng zo'r kuchini joriy qildira oladi. Ekologik muhit tampon bo'lishi kerak. Bu hozirgi zamon kishilari qonliq badal to'lab erishgan savoq. Kishilik muhit inoq bo'lishi kerak. Bu hozirgi zamon kishilarining muvaffaqiyat qozonishidagi zarur shart. Muhitni qurbon qilish hisobiga taraqqiyotni qo'lga keltirishdan bo'ladigan ziyonning o'rnini to'ldirib ketgili bo'lmaydi. İnaq kişilik muhitga sal qarab, hamisha haqavurlik qiladiganlar oxiri og'zi burni qonga bo'yilib rasvo bo'ladi. Kişilik muhitmi kishilarning irodasiga beqib o'zgarmaydigan bir xil obyektiv mavjudiyat. Kişilik munosabatni yaxshilash amaliyotda qandaqdir sirliq narsa emas. Boshqalar bilan aloqa qilishga mahir bo'lish tug'ilishdan ma'lum xil sehriy kuchga ega kishilar bilan cheklanib qolmaydi. Ba'zi kishilar haqiqatan tug'ilishidan bu jihatga qaltis mahoratga ega bo'lsa-mu, ammo ko'pinchimiz uchun aytganda boshqalar bilan yaxshi munosabatni saqlash mahoratini keyin o'rganib olgan bo'lamiz. Bilqut sherikida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Topdan ayrılgan şir namlıq masalni anglatdik. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.